Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana bugun biz Yuvanxan kompaniyasiga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa, bugun Yuvanxan kompaniyasi haqida to'liq tanishtirib o'tamiz akalar. Mana Yuvanxan kompaniyasi mini pogruzchilar, karalar, xullas ham 8 kilogacha bo'lgan texnikalar. Xudo xolasa kim bor ekan, qani? Hormang ustaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Telefonga siz Kalsan Yoshman aka, joningiz sog'mi? Aka, mana bugun kelamiz deb oxiri keldik aka. Tanishtirib o'tasiz endi xudo xolasa texnikalarni, tog'a. Texnikalarni ham yana terib tashlasizlar va sotilib bo'ldimi qolganlari? Qolganlarni sotib yubordik xudo xolasa. Gap yo'q. Texnikamiz qoldi. Gap yo'q aka. Texnikalarni tanishtiradigan bo'lsak, o'zi aka 3 ta kara qolgan. 8 ta pogruzchi. Aka, bo'lmasa bir boshdan ketaveraylik, a? Boshdan ketaveramiz. Mana shu ikkala karam bir xilga o'xshayapti aka. Balonda farq bor. Bittasi damli, bittasi teshilmaydigan damsiz balon. Mana akalar e'tibor berib o'tamiz. Balonlari buni teshilmaydigan, ya'niki zamonaviy, hali kelajak balonlaridan aka. Xo'sh aka, endi buni bir boshdan aytib ketaverasiz. Hatto o'sha intervyu bo'ladi aka. Xudo xolasa mana Saidakrom akamiz ancha yillardan bir mana shu firmani yurg'izib keladi. Tarjimon bola o'zi. Aka, motorlarni bir sira aytib o'tib keting aka, buni kilovatlarini. Xo'sh. Shu karamiz yunchoy motor bo'lib, 79 soat kuchi, 80 ta chiqadi. Yunchoy motor. Yuvanxan motor. Shunday. Ya'ni karim XMG'lar bilan bir xil, sifati bir xil. 79 soat kuchi, 58 kilovat. 58 kilovat. Ha, Endi bemalol shaffof maqsadlarga ham hal beraveradi degan. Beraveradi. Sovutishlar qanaqa bo'ladi? Xizmat ketmaydimi? Yo'q, 24 soat ishlasa ham ikkita nima bilan jihozlangan. Motorga alohida ventilyator, anoga alohida ventilyator bor, ko'rsangiz bo'ladi. Konditsionerga alohida. O'zi ko'rdikki ham, ya'ni sovutish tizimi ham 3 pog'onali ekan. Aka, bu texnikalar endi hali ko'p joylarda obzor qilib yuramiz aka biz. Ko'rmadim lekin 3 pog'onalisini. Endi ba'zi bir joylarda ko'rdim, katta texnikalarda. Gap yo'q, lekin mana motorlar akalar ko'rib o'tamiz. Mana katta texnikalarga bilan bir turbinasi ham bor. Turbina akalar. Soatiga 2 ta, 3 ta, gap olsa 4 ta edi. Soatiga. Bir marta chasga 3 litr atrofdalar ekan. Xuddi shunday. Akalar juda Orqadagi veslar ham to'ldirilgan. Ko'rsangiz bo'ladi. Protiveslar bor. To'ldirilgan, lekin yangilik bo'ldi minilar ichida, chunki ko'p joyda ichida yo'q olib kelib turadi akalar. Ko'rsatib o'tkazib bo'ladi buni. Ko'rsatib o'tkazsak bo'ladi akalar. Mana 3,5 tonna yozilgan, endi 4 tonna, 4,5 tonna ko'taradi akalar. 3,5 metrga 58 kilovat. Xudo xolasa bu ham kilovatlar hamma yo'g'i bir xil aka. Bir xili, prosta balonida farqi bor. Balonda farqi bor aka. Buni kovush qo'yib ishlatsa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Hamma narsa qo'yib ishlatsangiz bilan adapterli bu ham. Mana adapter bor ekan. Ichida ham qishi yozi farqi yo'q. Konditsioner, pechka bor hammasi. Hammasi bor mana hozir. Shunday. Kaltlarni olib chiqamiz aka. Yo, kaltlar tepada hozir. Men ish qilayotgan joyga kelib qoldim. Akalar mana buni kovushlari qayerda endi og'a? Kovushlarini olib kelmaganmiz, chunki buga hali kovushga ehtiyoj bo'lgani yo'q hisobiga kovush olib kelmaganmiz. Lekin olib kelamiz. Agar kerak etsa qanchada olib kelasiz? 15 kunga bormaydi. 15 kunga bormaydi. 15 kundami? Ya'ni 10 kunda yetkazib berasizmi? Yetkazib beramiz. Davay aka. Eplasa bo'ladi. Bo'ldi. Mana bunisi mana mini texnikamiz ekan. Bu eng kichkina mini texnikamiz. Texnikalarimizda eng kichkinasi shu. 600 kilo yozilgan, 1 tonna ko'taradi. Bu aka, men shunaqasini izlayverdim. Tovuq fermasi bor akalarim borda. Juda ko'pchilik fermaga so'rayapti. Aka, buni asosan fermalar olyapti, desa, misol mol ferma, qo'y ferma, tovuq ferma go'nglarini tozalagani, yem-pemini olib borib bergani. Gap yo'q, juda qulay texnika bo'lib qolibdi. Aka, yana kimlar olyapti sizlardan asosan? Buni aka do'konlarga, hozmaklarga olyapti. Hozmaklarga ham juda zo'r variant. Keyin hali ustalar gruppasi olyapti aka buni. Qanaqa ustalar? Uy qurib yurishadi-yu. Ustalar ham juda bir 2 marta, 3 marta sotdi ularga. Aravadan ko'ra
Xuddi shunday. Odamlar ishlamay qo'yibdi aka. Bu motorlarni ham bitta ko'rsatib o'ting endi. Buni ham motori xuddi shunday Yuanhang motor. Yuanhang motor, turbina, sovuch tizimlari xuddi o'shanaqa. Hammasi. Protives bormi aka? Bor aka. Bu Hammasida bor. necha kilovat bu og'a? Bu 42 kilovat, 58 soat. 58 soat. Bu ham shaffof o'tadi ekan. Ha. Akalar mana ko'rinib turibdi, apparat motor, avtomat salarga tanlamaydi. Bu yog'i ham joystick, avtomat, bu yog'i joystick akalar. Aka endi bu misol uchun qancha masofaga ko'taradi? Nimaga aka? Qanchaga ko'taradi? 290 ga ko'taradi, 3 metrga ko'taradi, 260 ga to'kadi. Ha, qaylib to'kib berish. Ya'niki zillarda zavodskoyga bemalol to'kadi ekan, ana havolarga to'kalmaydi ekanda shunaqa. Shunday. Bo'ldi. 05 kuba. 05 kuba. Tovushlarini ko'rib qo'yamiz. Bu ikkala modelimiz ham bir xil. Faqat bunisi adapterli, buni qisqichi va itak ko'rgan bo'lsangiz, anasi bor. Tovushi bor. Tovush, ha. Qisqichi ham ishlaydi buni. Qisqichi ham ishlaydi aka, ochib qo'lni yopadi. Alohida joysticklar kirgan. Xuddi shunday aka. Gap yo'q. Aka buni ma'lumotlarini bitta berib o'ting endi o'zingiz. Aka buni ham xuddi shunday ma'lumotlari. Mana bu taglari mana buniki bilan bir xilmi aka? Ko'tarishlari. Aka bular ko'tarishlari, kubalari bir xil. Ha. Prosta bu balandroq varianti. Ha, mana buni uylarning ichiga bemalol kirish uchun faqat kabinasi ranjisi bor. Xuddi shunday. Akalar ko'rsatib o'taman. 935 L935 va 936 modellari ko'tarishlari bir xil ekan, balon razmerlari, motorlari hamma yo'g'i bir xil ekan, lekin kabinasida farq bor ekan. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa olaveradi. Kimga adapterlisi pastdagi kerak bo'lsa, mana bu 935L. Adaptersiz kabinasi past kerak bo'lsa bu. Bular ham shunday. Bu adaptersiz bular. Motorni ayting buni, motor aka necha kilovat? Aka bulari 58 kilovat. 79 soat kuchi. Ha, katta koraniki bilan bir xil. Xuddi shunday aka. Gap yo'q. Bularda ham konditsioner hamma yo'q bor. Hamma yo'q bor. Hammasi avtomat. Avtomat aka. Ha, akalar. Bularda ham aytganini veslar to'ldirilgan orqasiga. Buni ham sovutish tizimi uchtalimi, ha? Hammasida shunday aka. Akalar, texnikalarimiz umuman qizib ketmaydi ishlaganda. Motorlari baquvvat motordan akalar. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Texnika 1 yil garantiyasi ham bor, 1 yil garantiyasi bor aka. Zapchastdan ishoning umuman muammo yo'q. Sizlar oldin men siz zapcha sotgansizlar. Birinchi zapcha sotib kelganmiz. Akalar mana ular mana anchadan bir pogruzchik va texnika olib kiryapti. Birinchi mana shu bolalar zapchasdan boshlagan. O'shancha hozir hali ko'ksini kerib zapchasdan vashim muammo yo'q deb aytaveradi. Hamma zapchasi o'zlarida bor. Aka qarang. Mabodo zapchasi topolmasangiz misol uchun. Yechib beraman aka, yechib beraman. Gap bo'lishi mumkin. Misol uchun